Yaqinda biz o'zimizning podpishkalar bilan o'ynamoqchimiz. Yaqinda o'yinga tayyormi hamma? Kim birinchi bo'ladi? Sinimiz birinchi bo'ldilar, sinimiz bilan o'ynaymiz. Nechini tanlaysiz 1 dan 100 gacha? 33 sonni tanladilar. Qani go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 28 29 30 31 32 33 sinimga 10 ming so'm bo'ladi. 41 son tanladilar. Qarang, qolasiz endi qaytadan tanlang, buni sal aralashtirib. Nechini tanlaysiz? 41 da tanladilar. Qani go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Akamiz bilan o'ynaymiz buni. Ularni aralashtirib tashlayman. 1 dan 100 gacha deb o'yibdi sotanlik. 80 ni tanladilar akam, ketdi. 1 2 3 70 71 tezkor tomon 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 akamizga 10 ming so'm bir mana ustoz akam bilan tanlaymiz ikki talab 55 talab akam qani go 36 37 38 100 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 midi 55 midi ha bo'ldi yo'q 5 mid alimidi akangga 5 mid sab Buroslar o'yinimizda sizlarga ham yoqadigan bo'lsa, podpiska tashlab kuzatishni unutmanglar. Yaqinda podpiskalarga pulini 2 baravarga oshirib beramiz. Go sizlarni hammalar yaxshi ko'radi.